Mevlud günü. Muhterem Müslümanlar. Allah Taala Sure Ali İmran'ның 164. ayetide Allah müminlerge Allah'ның ayetlerini tilavet kılıdığan, ularını günahlardan pak kılıdığan, ularga kitapni ve hikmetni, yani Kur'an ve sünnetni öğütüdüğan, özlerinden boğan bir peygamber evetip, ularga çoğun ihsan kıldı. Halbuki ular burun oçuk gumrahlıkta idi. Bir hadis şerifte Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Maňa itaat kıgallık, Allah'a itaat kıgallıktır. Maňa isyan kötürgenlik, Allah'a isyan kötürgenliktir" deydi. Aziz müminler, Ulug Allah Adem aleyhissalamdan başlap nurgun peygamberlerini hoş bişaret bergüçi ve agahlandırgıcı süptede evetken. Peygamberler arkalık kişilerini tevhidge ve ibadet kılışka, başkalarının hakkıdan saklanğan halda güzel ahlak bilen yaşaşka çağırık kıldı. Peygamberler neçe yüz yıldan buyan Allah'ның dinini tebliğ kılış bilen birge yaxşılıkka buyurup yamanlıktan tosuşta insanlarga ölgü bolgandır. İlahi vahiyini kubul kılgan bu şereflik peygamberler zinciri Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen ahırlaştı. Kıymetli Müslümanlar, Allah'ның elçisi insaniyetning ümidi, müminlerning yaxshi ko'rgini, dünya ve ahiretning rahmet vesilesidir. U Qur'oni Karimni bizga yetkizgan, tushundirgan ve hayotiga uni tatbiqlash orqali o'rgatgandir. Dunyoda tinchlik ve xotirjamlikning, oxiratda bo'lsa cheksiz baxtning ochquchidir. Shuni uni o'lga qilib, uningga o'xshash yashashga tirishish yo'limizdir. Chunki u bizga tövendikidek hitap qiladi. Kim Rabbini Allah, dinini İslam, Peygamberini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deb qabul qilsa, imanning lazzatini tetiydi. Hurmatli müminler, imanning ma'nosini bizga tushuntirib bergan, mümin bo'lishning taqozosi bo'lgan namoz, roza, zakat, haj qatorliq har bir ibodatni qandoq ado qildiganligimizni bizga o'rgatgan bizning so'yimlik payg'ambarimizdir. Yaxshi bir inson, salih bir banda ve kamil bir mümin bo'lishni bizga u zot o'rgatgan. Vaholanki u zot o'zini mundaq ta'riflaydi. Men esil axloqlarni tamomlash uchun avatildim. Oxirgi payg'ambarning hayotiga nazar solganimizda iymon va ibodatning faqatli go'zal axloqlar bilan kamolatga yetadiganligini ko'rib olaymiz. Sünnet namazlarını o'qish u kishidan bizga miros qolganidek samimiy va durust bo'lish, hamma jonliqqa shafqat va marhamat qilish, adolatdan ayrilmaslik, oilaning qadrini qilish va mu'minning haqqini to'liq ado qilish qatorliqlarmi o'xshashli uning sunnati sifatida bizga mirosdir. Muhtaram mu'minlar, oldimizdagi chorshanba va payshanba oralig'idagi kecha Habibi Kiram Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dunyoga tashrif qilishining xotirlash kunlari bo'lgan Mavlud kechasiga shohid bo'lamiz. Her yili bo'lganidek bu yilmi payg'ambarimizning Mavludini qutlaymiz. Ministerligimiz bu yil payg'ambar Mavludining shuarini payg'ambarimiz va bolalar deb belgiledi. Bu sebep bilan payg'ambarimizni texmi yaqindan tanishqa va bo'libmi bolalar bilan bo'lgan aloqasini aslatish bilan birga hayotimizga elib kirishga tirishimiz. Payg'ambar Mavlud kechasini tabriklash bilan birga ulug' Parvardigorimdan bu haftaning islom dunyosiga ve barcha insonlikqa xayrlik bo'lishini tilayman. Assalomu alaykum ve rahmetullah.